Ayollarda CD tutolmaslik sabablari. Ayollarimizda birinchi tug'ruqdan keyin ba'zi paytlarda CD tutolmaslik holatlari kuzatiladi. O'zi CD tutolmaslik ikki xil bo'ladi. Ya'ni CD ni tutib tura olmaslik va umuman CD ushlolmaslik. CD tutib tura olmaslik degan terminga keladigan bo'lsak, ayollarimiz hojatga chiqgisi kelishi bilan agar hojatxonaga yugurmasa, bo'ladi o'z-o'zidan CD chiqib ketish holatlari kuzatiladi. Yoki bo'lmasa aksirganda va yo'talganda CD chiqib ketish holatlari kuzatiladi. Bu holatlar qinni oldingi devori, ya'ni mochevой puzir, CD qopini orqa devori osilishi bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni qin old devorini tushishi holatlarida kuzatiladi. Ikkinchi tur CD tutolmasligimiz bu og'ir tug'ruqlardan keyin kuzatiladigan holat bo'lib, ya'ni tug'ruq uzoq davom etgani hisobiga, tug'ruq yo'llarida bolani boshi uzoq vaqt turib qolganligi hisobiga mochevой puziri devorida qon aylanishi buziladi, ya'ni siqilib turgani hisobiga qon tomirlarda qon kelmasdan u joylarda atrofiya boshida keyin nekrozga sabab bo'ladi. Nekrozga sabab bo'lgandan keyin o'sha joylarda svish, ya'ni oqma hosil bo'ladi. Ya'ni sidik qopidan qinga to'xtovsiz sidik oqib tushib turish holatlari kuzatiladi. Bu juda ham yomon holat bo'lib, ayollarimiz o'sha hojatga chiqishi kelmasa ham, aksirmasa ham, yo'talmasa ham to'xtovsiz qindan sidik oqib turish holatlari kuzatiladi. Yana bundan tashqari qin bilan to'g'ri ichak orasida ham og'ir tug'ruqlardan keyin shunaqa asorat kuzatiladi, oqma paydo bo'lib qoladi. Ya'ni bu oqmalar ta'sirida qin devoridagi muammo sababli, teshik sababli, qo'pol qilib aytganda, kaloviy masala o'sha axlatlarni qindan chiqib turish holatlari kuzatiladi. Bu holatlarga tushmaslik uchun birinchi tug'uvchi ayollarimizmi, qayta tug'uvchi ayollarimizmi tug'ruq davomliligiga kattagina e'tibor qaratish talab etiladi. Mana shu qin devoridagi oldingi va orqa tomonidagi oqmalar profilaktikasi uchun albatta homiladorlarimiz homiladorlikni 3-trimestrida o'zini biroz nazoratga olish talab etiladi. Ya'ni qaysi holatda bolani boshi ushlanib qoladi. Qachonki bolani hajmi haddan tashqari katta bo'lsa, ya'ni 4 kilodan ortiq vaznli bolalar tug'ilishi uzoq vaqt davom etadi va buni oqibatida o'sha svishlar paydo bo'ladi. Buni oldini olish uchun 3-trimestrdagi ayollarimizdan ratsionidan non va xamirli ovqatlar, shirinliklari chiqarish, ya'ni bolani o'sib ketishiga olib keladigan sabablarni kamaytirish talab etiladi. Non va xamir chiqarilgandan keyin uyquni biroz kamaytirsa, sog'lom turmush tarziga amal qilsa, bunaqa ayollarimizda o'sha bolani hajmi 4 kilodan oshib ketmasligiga olib keladi. Agar qo'shimcha kasalliklar bo'lmasa, ba'zida saxarli diabet kasalligi bo'ladi, bunaqa ayollarimizda bolani hajmi o'z-o'zidan oshib ketadi. Ya'ni kichkina hajmli bolalar oson va tez tug'iladi. Buni oqibatida svishlar, ya'ni o'sha oqmalar paydo bo'lmaydi va ayollarimizda birinchi tug'ruqdan keyingi doimiy CD tutib tura olmaslik holatlari kuzatilmaydi. Bu holat juda ham yomon hisoblanadi. Shunaqa ayollarimiz bor, o'sha bitta tuqqan, ikkita tuqqan, lekin 5-6 yildan beri sidik to'xtovsiz oqib turgani uchun doimiy tagliklardan, pamperslardan foydalanishga majbur bo'lishadi. Mana shunaqa sidik tutolmaslik holatlari agar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, birinchi tug'uvchimisiz, yoshingiz yoshmi yoki bo'lmasa katta yoshli ayolmisiz, albatta ginekolog ko'rigiga chiqing. O'zingizni o'sha pamperslardan ozod qilish vaqti keldi. Buni juda ham ko'p usullari bor hozirgi zamonaviy tibbiyotda. Ya'ni agar svishlar bo'lsa, albatta operativni davo qilinadi. Agar qin devorlarida tushishlar yengil daraja, o'rta daraja bo'ladigan bo'lsa, unda lazerni lecheniyalar ham bor. Bu videoni ushbu muammolar bilan aziyat chekayotgan tanishinglarga yuborib qo'yinglar.